Asakadamiz Shohona choyxonasida. Avvalom aytib qo'yay, men reklama qilmayman, bilasizlar. Hali Elnur Risqulov aytganda, Elnur Risqulov hazil qilmaydi deganda Islom ham reklama qilmaydi. Faqat tavsiya beradi, taklif etadi. Bu yerga kirdik, bu yerda taomlardan tatdik, sifatlaridan foydalandik, bizga ma'qul kelgani uchun. Shu siz yaqinlarga, aka-ukalarga tavsiya etyapman. Bu yerdagi muhit, xonalardagi shart-sharoit, eng muhimi taomini mazalari yaxshiligi uchun tavsiya qilyapman. Shu yerga kelib, taomlanib, shu yerda dam olib, rohatliganda duolaringizni biz eslasangiz, shunisi yetadi. Rahmat sizlarga.